Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Namangan tuman Tepo'ron qishlog'idan obunachilar. Mana bunday egizak qo'ylarimiz keldi mana obunachilar. Mana Qo'chqor sovliq. Maza qilib boqaveraman deganlarga mana onasining tishi ham 4 dona. Ikkinchi qoringa tug'di mana bolasini. Obunachilar, silpoqlarga chiqarasizlar. Narxi o'ta bomba ular obunachilar mana. Onasi ham toza sog'lom. 4 tish mana chini ko'rsatdingiz. Obunachilar 4 tish. Oldilari ham o'ta kelishgan, tishlari ham toza mana. Ko'ringlar obunachilar. Ikkinchi bola, dumbalari ham tikka o'sha raketa dumbalar mana obunachilar. Qo'zlarni ham ko'ringlar, qo'zlari ham haqiqiy o'zi katta-katta qo'ygan bolalari ham. Mana obunachilar. Maza qilib boqaveraman degan hojilarimizga mana qo'ydi haqiqiy legendasidan keldi obunachilar mana. Obunachilar. Og'riqcha kuzatasizlar, 2-3 partiyalarimiz ham bor, yakka bolalari ham bor. Og'riqcha kuzatib, kanalimiz rivoji uchun like bosib, obuna bo'lib, otangga rahmat degan otasiga rahmat. Endi esa ikkinchi partiyalarimiz o'tamiz obunachilar. Buning narxi 7 million so'm. Azna hayriga o'tgan joyi ham bor. Telefon aloqa ochib ko'rasizlar. Egizlarimizda. Obunachilar. Mana dumba boshlari ham o'ta kelishgan. 7 million so'm. Vodiy bo'ylab 7 million so'mga azna hayri bor. Baholar g'azna kelishamiz narxini. Telefon aloqa ochib ko'rasizlar. Mana obunachilar, ikkinchi partiyamizga bir dona bolas qo'chqoridan mana obunachilar. Maza qilib boqaveraman deganlarga yana bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganda mana bolasi qo'chqor, onasini bo'yi ham 80 kammasa O'tkirbek. 80 plyusga olaverasizlar obunachilar mana. Yuzlarni qarang, yuzlarni o'ta tiniq mana. Yoshlari ham shishgani tishi shishakdan to'rttaga o'tyapti. Birinchi bo'lyapti ekan obunachilar mana. Birinchi qoringa tuqqan mana. Qo'chqor. Onasini ham dumbalar tikka ayri dumbasida mana obunachilar. Bolasini ham qarang, o'ta go'zal qo'chqor mana. Obunachilar. Buning narxini qancha qo'yamiz endi O'tkirbek? 6.200 kami bor. 6.200 kami bor. Telefon qilishaveradi. Mana obunachilar. Bola qo'chqor, birinchi bola. Qaygacha dastlabkasi bor? Toshkentgacha. Toshkentgacha dastlabkasi bor 6.200 ga. Azmat xayr bor. Kelishamiz. Mana obunachilar. Oltini pasida ekan mana. Qancha pasida baralar? Realni aytib ketib qo'yagan. Telefon qilishsa kelishamiz. Xayri bor. Xayri bor. Mana obunachilar telefon aloqa ochib qo'yasizlar. 80 plyus onasi. Obunachilar. 3-chi partiyamiz ham bor-a? Bor. Endi 3-chi partiyamiz davom etamiz obunachilar mana. Assalomu alaykum obunachilar mana 3-chi partiyamizga mana biri qo'chqor, biri sovliq ona bolamiz mana obunachilar. Mana shu sovliq bolasi. Birinchi qoringa tug'di, 2 tish. Buni obunachilar ikkinchi qoringa 4 tish mana. Bolasini qarang, bolasini quloqlari. Toza arashan qo'chqormi bu? Arashan qo'chqori qo'shilgan. Mana. Toza sori qo'yga arashan qo'chqor qo'shilgan ekanda obunachilar mana. Quloq boshlari ham o'ta joyida ekan. Bular amaklari bor. Amaklari ham bor. Ertagalikka qo'yamiz. Ertagalikka. Amaklari bor. Toza Obunachilar. O'zini urug'idan bor. Telefon qilib aloqa ochib ko'rasizlar. Qo'chqor sovliq turidan bor. Zotiga garantiya jonivor. Zotiga garantiya bor. Mana. Jonivor. Quloq boshlarini qarang. Ular narxi kelsa obunachilar. O'tkirbek qanchadan beramiz narxini? Ular 5 million 700 dan qo'chqori sovliq ketaveradi. 5 million 700 dan. 5 million 700 dan. Hayrisini ham. Xayri bor. Qaygacha dastlabkasi bor? Tashkentgacha dastlabkasi bor. Tashkentgacha. Mana obunachilar. Toza sori qo'ylardan mana maza qilib boqaveraman degan hoji tog'a hojonalamizga mana qo'ydi haqiqiy legendalaridan keldi mana. Obunachilarga qaranglar, o'zi to'kilishni boshlayapti keyin mana. Toza simjon qo'ylarda mana sori. Mana obunachilar. Dumba boshlari ham tikka ayri dumbasida mana. Maza qilib zotga boqaveraman degan obunachilarimizga keldi mana. Qo'ydi mana zo'rlaridan mana. Chorvalangda mana qo'ylar ko'paysa obunachilar mana.
layk bosib otangga rahmat deganda otasiga ming rahmat obunachilar mana. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, tanish bilishlarga jo'natib, kanal rivoji uchun harakat qilganlar otasiga ming rahmat. Layk bosib otangga rahmat deb yozib ketinglar kommentariyga obunachilar mana. Xolosa bunaqa qo'ylardan ko'p chiqaramiz. Obuna bo'lib qo'yishlarning birinchilardan bo'lib ko'rasizlar obunachilar. Video jo'radan xudo kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.